Assalomu alaykum hammaga. Lider o'quv markazining YouTube sahifasidan xush kelibsiz. Men Odim Muarbek va bugun sizlarga ingliz tilida muhim bo'lgan mavzulardan birisi, ya'ni to be ni tushuntirib o'taman. To be o'zbek tilida bo'lmoq deb tarjima qilinadi va ikkita shaklga ega. Birinchisi hozirgi zamon shakli va o'tgan zamon shakli. Hozirgi zamon shaklida u uchga bo'linadi: am, is, are. O'tgan zamon shaklida esa was, were. Ko'rib turganlaringizda bizada am, I almashuv uchun ishlatilsa, is esa he, she, it, are, we, you, theylar uchun ishlatiladi. O'tgan zamon shaklida qaytadigan bo'lsak, was bizada I, he, she, it almashlari uchun ishlatilsa, were, we, you, theylar uchun ishlatiladi. Shundan biz xulosa qilishimiz mumkin. Is bizada birlik, are esa ko'plik, was bizada birlik, were bizada ko'plik uchun ishlatiladi. To be ni ishlatilinish holatlari 4 ta bo'lib, birinchisi kimnidir kim ekanligi yoki nimanidir nima ekanligi haqida gap ketganda. Misol uchun, he is a student, u talaba. Ya'ni u ishchi emas, o'qituvchi emas, bank xodimi emas, aynan talaba. Ya'ni uni talaba ekanligini bizga ko'rsatib berib turibmiz. This is a book. Tasavvur qiling, stolning ustida biron bir jism yotibdi, ya'ni obyekt yotibdi. Uni aytjakmiz, biz aniqlashtirib berjakmiz. Bu kitob deb turibmiz. Ya'ni u yerda yotgan narsa bu jurnal emas, yoki gazeta emas, yoki qog'oz emas, aynan kitob ekanligini ko'rsatib beribmiz. Bu kitob. Ikkinchi ishlatilish holati bu kimgadir yoki nimagadir ta'rif berganda. Misol uchun, he is a clever student. U aqlli talaba. Ya'ni u aqlli talabalar qatoriga kiradi. Biz bu yerda ushbu talabaga ta'rif berib turibmiz. Ya'ni u dangasa emas yoki yomon baholarga o'qiydigan talabalar qatoriga kirmaydi. Imенно aqlli talaba. Yoki this is an interesting book. Bu juda ham qiziqarli kitob. Bu yerda biz kitobni qiziqarli ekanligiga urg'u berib turibmiz, ya'ni uni ta'riflab berib turibmiz. Bilamiz, kitoblar zerikarli bo'lishi mumkin, rasmli, rasmsiz bo'lishi mumkin. Bizning holatimizda bu kitob qiziqarli ekan. Uchinchi ishlatilish holati bu kimnidir yoki nimanidir qayerda ekanligini ta'kidlaganimizda. Misol uchun, he is at the university. U universitetda, uyida emas, bog'chada emas, ishda emas, именно universitetda. The book is on the table. Kitob stolning ustida. Ya'ni stolning ustida ekanligiga biz urg'u berib aytib turibmiz. To'rtinchi ishlatilish holati bu vaqt, ob-havo va holatlar yuzasida biza to be dan foydalanamiz. Vaqtlarni aytganimizda it is 2 o'clock. Ob-havo aytganimizda it is warm today. Yoki holatni aytganimizda I am tired. Men charchaganman. Demak, to be mavzumiz mana shu 4 ta holatda ishlatilinadi. Bugungi mavzumiz shu bilan yakunlanadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Lider o'quv markazining YouTube sahifasini kuzatishda davom eting.